boy aka, shuni bosib yubormasangiz rostdan bo'lmaydi boru. Shunda tog'larga, dachalarga chiqib kelishga, ha? Nima dedingiz? Mashinani qarang holatini. 30 ming dollarlik mashinani beryaptimi? Yo, 30 ming emas. Juda ham arzon narxga qo'yib beraman boru. Zapas xodi ham juda yaxshi ekan. Boy aka, shuni sizga tavsiya qilaman. Biz ham kuchayib ketyapmiz, layklarni bosib turibsiz-ku, kommentlarni yozib, o'zingiz olmasangiz ham boy do'stlaringizga videoni tashlab qo'yasiz-ku, ha? Joningiz sog' bo'lsin. Balonlarni qarang, yangi balonlar taqib qo'yishdi. Mashinani holatini qarang, voy. To'xting, test drive qilib ko'rsatib beraman, ha. Ketdik. Boy aka, siz uchun sport rejimga oldim. Ketdik, qarang. Voy! Nima bo'lyapti bu, Voy, tezligini qarang buni. Bitta bosib yubormasangiz bo'lmaydi, lekin bori haqiqatdan. Mashinani atmosferasini qarang, salonni qarang, panoramani qarang, kattaligini, Voy, subhanalloh. Mana kechini qarang mashinani. Tormozlari atlishni chotki, lekin haqiqatdan menga yoqdi. Sizga ham yoqdi? To'g'risini ayting boy aka, kommentariyada yozib qoldiring. Qarang. Voy. Sidinaga yopishtirib qo'yadi bu. Tormozlari chotki, o'ngga chapga tortmayapti. Hadovoylari zo'r ekan, lekin haqiqatdan boy aka. Sizda bundan ham zo'ri bor, to'g'ri. Shu videoni bori do'stingizga podlisiya tashlab qo'ying, 10 ta 15 ta do'stingiz belgilab. Voy. Kutib oling, boy aka. Buyuk Velit 6 ekan bu. Zapas xodi 430 kilometr ekan do'stlar. 2023-yil ishlab chiqarilgan, yurgan probegi 64 ming ekan bor yo'g'i. Hozirgi vaqtda pechkalarni yoqib yursangiz 250 dan 300 kilometrgacha yuryapti ekan. Yoz vaqtlarida 350 dan 380 gacha bemalol yurib bergan ekan. Bor, allam nima qilamiz, to'g'rimi? Narda grade. Bundoq qarasangiz hamilon ekan. Bundoq qarasangiz sal ko'kimtir bo'lib turibdi. Bilmadim, lekin bor. Ana perlamutri rang bo'ladi, neobishni. Shunaqasidan ekanda bitta dona bo'lib yurasiz. Ovoring shu mashinani. Salonni holatlarini qarang, bu kengligini qarang. To'xting, bitta o'tirib beraman. Keling. Mana qarang. Mana o'tirganimdan keyin borib shuncha joy qilyapti. Bor, mana shu bemalol yuradigan mashinalar deymanda. Mana shu joylarda borib, kolonkalari bor ekan, qarang. Neobishni ishlangan-a. Hali ham like bosmadingizlar, bitta like bosib qo'ying. Holat qarang, mashinani holatini. Bitta mana shu joyda kichkinagina pitnosi bor ekan. Kichkinagina mana shu kapot uchida. Qolgan joyi qalbingiz kabi top-toza ekan. Narxini aytgan, ko'p gapirmasam do'stmi? Gapirish yaxshi ko'raman-da, hoji aka. Shu mashinamizni siz uchun 14 ming 100 dollarga qo'yib beramiz. 3,5 kilovatlik zarachillarni ham qo'shib berishar ekan.